Taxtapulda joylashgan 609 o'tli xonadonimizni biriga ko'rib chiqamiz. Mana shu chap tarafimda ko'rib turganinglar fasad uzunligi 25 metr bo'ladi. Uyimizning zo'r tarafi tarsovoyda joylashgan, ya'ni uchta taraflama yo'l bor. Xohlasangiz hammasini olsangiz bo'ladi, xohlasangiz yarmini sotib olsangiz ham bo'lar ekan. Siz bu videoga like bosib, yurakchani qizartirib qo'ying. Lokatsiya to'g'risida to'liq aytib o'taman. Bu yoq kiraverishimiz Sebzordan kirish bo'ladi. Doktor D klinikasi ko'pchilik bilsa kerak. Mana shu yerdan to'g'ri kelganimizda chap tarafda joylashyapti. Bu yoq tarafdan bo'lsa, Sharshara restorani Riveraga chiqib ketishingiz ham bo'ladi. Sharshara restorani bo'ladi. Endi bu yoq tarafni ko'rsataman sizlarga. Bu yoq taraf mana bu Rivera bo'ladi. Ko'rasizlar? Rivera. Yarim astanovka, bir astanovka. Sharshara restorani o'ng qo'lingizda, Rivera chap qo'lingizda bo'ladi. Bu suv ko'rasizlar. Endi ketdi ichkarini bitta ko'ramiz. Bu yoq tarafda mana yana bir 3 etaj, 4 etajli uyimiz joylashgan. Siz ham uni buzib tashlab, xohlaganingizcha 4 etaj qurasizmi, 3 etaj qurasizmi, xudo bilan birga qursangiz bemalol ruxsat bor. Xohlasangiz yarmini ham sotishadi, o'rtasidan bo'lib ikkita uchastka qurib sotib olsangiz ham bo'ladi. Yoki sizga 2-3 sotuvlik kerak bo'lsa, 2-3 sotuvni o'zini ham sotadilar, yarmini o'zlari olib qolib. Ketdi endi. Mana bu asosiy uyga kirish eshigimiz. 8 ta xonasi bor. Mabodo yashayman desangiz ham holati o'rta holatda. Narxini kelishtirib, hamyonbop narxda qilib beramiz deyapti. Qiziqqanlar uchun har doimgidek pastdagi raqam yozib qoldiraman. Uy sotish va sotib olish uchun menga obuna bo'lib qo'yinglar.